Alo. Ha, jo'ra qandaysan? Zo'r. O'zing zo'rmi? Ha, qaysidir yangi boyga haydovchi bo'lsanmi? Shunday, shunaqa. Yana nima yangiliklar? Yangilik shuku, shu ketishda bankrotga uchramasa deb qo'rqib turibman-da. Iye, nimaga? Qo'liga tushgan pulni befoyda narsalarga sarflayapti-da. Yo'q, Tub o'zi kelyapti. Telefon qo'raman. Ketdikmi xo'jayin? Yo'q. Shoshmay tur. Menda bir fikr paydo bo'ldi. Shu tushgan chiqqan paytimda mashinadan eshikni ochib yopib turish xizmati qo'shildi. 1 million qo'shimcha beraman. Eshitishimga qaraganda katta boylar mana shunaqa qilar ekan. Mashinadan tushayotganda kimdir ochar ekan, yana o'tirayotganda yopar ekan. Kelishdikmi? Yo'q, agar ochib yopadigan bo'lsa 2 million bo'lsa gap so'z yo'q. Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. Keling xo'jayin. Deydi. Xo'jayin, telefoningiz. Alo? Assalomu alaykum. Doniyor Hasanov sizmi? Ha? Siz mahsulot ishlab chiqarar ekansiz. Shunga siz bilan 500 ming dollarga shartnoma qilsak. 500 ming dollarlik shartnoma? Men rozi. Men rozi. Ha? Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ofisimga kelasizlar? Bo'ldi, hisob. Bo'pti. Rahmat. Xo'p. Akang kuchaydi. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Rahmat. Ofis deyapsiz, ofis yo'q-ku. Bo'lmasa endi bo'ladi-da. Yaxshi bir taomxonaga to'xtagin. 5 ta odam yeb ichayotgan bo'lsa, ko'nglimga yoqqan odamlarning hammasini yegan ichganini o'zim to'layman. Qo'li ochiq odamsizda, gap yo'q sizga. Rahmat. Hayda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling aka. Nima xizmat? Xizmat shundan iboratki, yomon tirqsov qaynukamga o'xshar ekan nima shu. Mana shu odamdan boshqa hamma eshitib olsin. Nima yesanglar yeb ichaveringlar. Hammasi bizda hisobdan. Tortinish, xijolat bo'lish bo'lmasin, hazillashayotganim yo'q. Kim nima yeb ichsa yeb ichaversin, biz to'laymiz. Rahmat aka, rahmat. Voy, tortinmanglar. Ofitserlarni chaqirib bemalol nima ko'ngillaring istasa aytaveringlar. Faqat mana shu odam buyurtma bermasin bo'ldi. Qolgan hammaniga o'zim to'layman. Rahmat. Bu rahmat deyotgan odam kim o'zi bu? Aka, mana shu siz turgan taomxona mana shu kishiniki. Nima? Alo. Doniyor aka aytdingiz Ha. boya siz bilan 500 ming dollarga shartnoma qilmoqchi edik. Shuni bekor qilmoqchimiz. Adashibmiz.
500 ming dollarlik shartnoma bekor bo'ladi. Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Nimaga axir? Yo, unday qilmanglar. Men sizlar bilan hamkorlik qilmoqchiman. Yo, shartnomani bekor qilmang. Ozgina xatolik bo'lgan ekan. Nima?